Hirot shahridagi ko'rkam bog'i jahon aroda dam olayotgan O'zbek xonligi hukmdori Muhammad Shayboniy xonga to'satdan xabar keladi. Qizilboshlar deb nomlangan Safaviylar qo'shini Xuroson yerlariga bostirib kirgan bo'lib, Ray shahrigacha yetib kelgandi. Bugungi tarixiy ma'lumotlarimiz Shayboniylar va Safaviylar davlatlari o'rtasidagi Marv jangi haqida. Shayboniylar va Safaviylar davlatlarining o'rtasidagi urushga asosiy sabablardan biri mazhab farqi bo'lib, Safaviylar davlati hukmdori Shayx Haydar o'g'li Shoh Ismoil Safaviy Shiya mazhabida bo'lib, uning rejasi davlatining sharqiy chegaralarini kengaytirish va Xuroson hududini raqib tomonning sunniy mazhabidan tozalashga qaratilgan edi. Bunga qarama qarshi O'zbek xonligi hukmdori Muhammad Shayboniy xonning ham Eron, Iroq, Shom hududlarini, hattoki Makka, Madina va Misrni egallash niyati bor edi. O'zbeklar 1507-yilda Hirot shahrini egallab, Xuroson hududini bo'ysundirgach, buni bildirib qo'shni hududlarga fathnomalar jo'natgan Muhammad Shayboniy xon aynan mana shu vaqtdan boshlab Eron hududiga ko'z tikayotgandi. Hattoki o'zini sunniy mazhablarning himoyachisi va homiysi deb bilgan Muhammad Shayboniy xon 1508-yildayoq Ismoil Safaviyga xat yuborib, uni Shiya mazhabidan voz kechishga chaqiradi. O'zbeklar xoni bu maktublarida Shoh Ismoilga o'zining xizmatidagi dorug'a, ya'ni malik hokim sifatida murojaat qiladi. Ikki davlat o'rtasidagi jang muqarrar edi. 1510-yil oktyabr oyida askar yig'ishni tamomlagan Shoh Ismoil Safaviy shiddat bilan Xuroson hududiga bostirib kiradi va Damg'on, Ray shaharlarini egallab oladi. Ray shahrida hokimlik qilib turgan Shayboniy xonning kuyovi Ahmad Sulton Qizilboshlar qo'shiniga qarshilik qilolmay Xorazm tarafga qochishga majbur bo'ladi. Bu Shayboniy xon xohlagan, lekin kutilmaganda to'satdan boshlangan urush edi. Marv jangi boshlanish arafasida. Bu jang haqidagi ma'lumotlarimiz navbatdagi videoyimizda. Bizni kuzatishda davom eting va videolarimizni ulashib qo'ying.